O'shaningda 100 milliongacha olsam bo'ladimi? Bo'ladi, nima faoliyat qilasiz? Men milliy kashtachilik bilan shug'ullanaman, xom ashyolar. Xo'p, 100 million olasiz xom ashyo. Sizga 100 million xom ashyo olmoqchi bo'lsangiz, biz 5 yilga bera olmaymiz, 1,5 yilga beramiz. Chunki nima uchun degan savol berasiz o'zingizdan. Mana magazinga produktni aylanma uchun pul olsangiz 1,5 yil, siz so'raydigan xom ashyoni ham olib kelasiz. U tez pulga aylanadigan narsa bo'lgani uchun yili qisqa bo'ladi kreditlar. 100 million olsangiz olganman, endi shu xom ashyo deb olganman, lekin menga 4 yilga bergan 900 millionlik kreditni. qaysi tomondan olgansiz? Men G'azon Chandidan. Hokimlardan siz xatosi bor. Undan mumkin emas. Yo'q, Yoniga bitta mashina ham olgandingizmi? hech narsa. Hech narsa. Shu qo'llar ishi qiladi. Yo'q, qayerga pulni sizga ko'chirib berdi? Nima olasiz deb ko'chirib berdi? Ta'minotchiga ko'chirib oldim, xom ashyo. O'zi mumkin emas. 3 yil beribdi. Siz tasavvur qilyapsizmi? 5 yilda to'layman. Har oy 5 yilda muddati, lekin har oy